Do'stlar, pachka pul bosadigan zamonlar o'tib ketdi. Endi sizga ziyon qilmaydigan xonasini ko'rsataman. E'tibor berishingiz mumkin, 8 sotiqqa aylanasiga kotej qilib qurgan, yana qo'shimchasiga bunaqa betonlardan qilib 2 etaj, 3 etajga moslashtirib qilingan. Mana bu joydan mashinaga kirgizadigan garajlarni hisobga olishgan. Tashqarilarda magazin qilib qo'ysangiz ham zo'r bo'ladi. Alishona zapravkasining oldidagi ko'cha, bu yog'i to'da o'sha Novoyxonaning oldi bilan ko'chalarga e'tibor bering. Yangi asfalt bo'lgan. Ichki ko'rinishlarni bitta ko'ring. Darvozaxonaga mana bunaqangi ustunlarni qilib, mana bu joydan kirsangiz darvozaxona, mana hovlimizni ko'rinishini qarang. Yana undan tashqari orqada 2 sotiq chorva qilaman deganlar uchun joy ham bor. Ushbu kotejimiz sotilyapti. Narxiga, shuncha rasxotiga, sotigiga nisbatan arzon qo'yishdi. O'z egalari palon deb turishdi. Aka, keling arzonroq bering, sotilib ketsin dedik. Mana e'tibor beringlar. Yaqin 10 ga yaqin uylari bor. Ichkarida 2 ta 3 ta sanuzellari bor. Tavsiya qilamiz. Kelib ko'rishni tavsiya qilamiz, hurmatli obunachilar. Kim olsa ham mazza qiladi. Yaqin 70-80% qurilish tugallangan holatda bo'lib turibdi. Olib turib o'zingizga didingizga moslab qilsangiz bo'ldi, hurmatli kuzatuvchilar. Narxini egalari 77 ming deyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Past raqamlarni qoldirib ketyapmiz.